Homiladorlarda ko'p uchraydigan holat havo yetishmovchiligi. Demak, havo yetishmovchiligining kichik suratlardagi sabablari birinchisi gormonal o'zgarishlar, ya'ni progesteron gormoni ko'p ishlab chiqariladi va u nafas markaziga ta'sir qilib, tezroq va chuqurroq nafas olishga undaydi. Homilador tez nafas oladi, xuddiki nafas yetishmayotgandek tuyuladi, lekin bu homilaga xavfli emas. Nafas yetishmovchiligining katta suratlardagi sababi: kattalashgan bachadon o'pkalarni bosadi va o'pkalarga joy kam qoladi. Ikkinchi sababi qon hajmi oshadi, yurakka naguzka tushadi va yurak tez ishlaydi va homilador tez nafas oladi. Bu holatlar homilaga va homiladorga xavfli emas. Qachon xavfli bo'lishi mumkin? Nafas yetishmovchiligi bilan birgalikda homiladorda qon bosimi ko'tarilganda, oyoqda shishlar bo'lganda va kuchli vahima hissi bo'lganda bu holatda xavfli bo'lishi mumkin. Unda shifokorga murojaat